Yani qadasaki 6 yaşar o'g'lingiz 8 santimetr o'sdi. O'sdi, 8 santimetr Necha vaqtga o'sdi? 1 oy 20 kunda o'sha bildikda o'sganini. Chunki buni boshlashdan oldin privkasini oldik. Oxiri privkasini rosa yig'lab ichim g'ijil bo'lib keluvdi-da. Ana voy nima 18 kilo bu bolangiz deyapti, yig'lanib ketdi. Men tenqurlar uzun bo'lib tarozilarga chiqibdi. Ulim o'zi bilmaydi, ulim sezmaydi, o'zim rosa ichim g'ijil bo'lib yig'lagiday bo'lib keluvdim-da. Mana bu kishi men bilan 10 yildan beri biladi bolamning ahvolini, men bilan birga ishlab qanaqaligini. Kecha ularga o 20 kun dam olishmasam, kecha qizlar "Ya, uloz o'sib ketibdi-da, уже сразу 20 kun yurishini ko'rmanga sezibdi-da. Shuning uchun men eng yaqinlarimga yaxshilik turib ko'rayin dedim. O'zim akamning qizi 11-sinfida rosa gap pulda emas-da, pulingiz ko'p bo'lib vaqtincha og'ritib qoldirib yuraverar ekansizda. Hech narsa bilan qonni ko'tara olmadi. Aeroportda ishlagan bilan chet ellardan ham olib keldi. 10 kun 15 kun yaxshi yuradi, yana qoni kamayib, sillasi qurib shunday bo'laverdi-da. Hozir mana sizning o'zingiz ko'rmadingiz, tavsiyangizni yetkazisizlarni berdim. 7-kuni boshladi u. Mana ham kun sanab o'tiribmiz. Hozir akam aytadi, zo'r deydi. Obedga bergan ovqatlarimga ham ovqatlab yeb kelyapti, kechqurun nima ovqat deb o'sha kirib kelyapti. Qoni kamadan ovqat yemas ekan. Endi men vrach emasman-da. Lekin men xudoga shukr o'zim sog'lomman, bab choylardan, anaqalardan, sinklardan ichib yuribman. Xudo xolasa, endi buni sog'lom odam ichish kerak ekan aslida. Keyin bildim, men rosa kirdim internetlarga, rosa qidirdim-da. Endi men bilasiz-ku, ko'p narsalarga ishonmas edim. Nechta odam bundan oldinlarga ham taklif qiluvdi. Hech kimga tavsiya qilmasim, chunki men pulni yaxshi ko'raman, birovdan pul besamar ketmasin deyman-da. Pul xarajat qildirma, foydasini ko'rish kerak-da. Endi pul topish oson emas endi. Men shunday, boshqalarni bilmadim, men o'zim ishlaganim uchunmi, rosa pulga qattiqroq odamman. Rezultatni ko'rsangiz xursand bo'lasiz, sarflagan pulingizga ham ichingiz achimasa, Xudo rozi bo'lsin. Uyalib qolmaylik mana klientlar oldida. Shular shifo topsa, yana kim qachon ko'ramiz? Rahmatni aytsa bo'ldi, shu yetadi. Rahmat.